Assalomu alaykum. Yana bir bor rangli qush ishqibozlari. Hozir bir do'stimiz yozdi. Moshni undirilganini qancha vaqtgacha bersak bo'ladi deb yaxshi savol berdi. Kun issiq kelyapti, albatta. O'rta Osiyo o'ta issiq mamlakatlar. Hamma yer Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmanistonda mana obunachilarimiz bor. Buni moshni kunduzi berish kerak. Kunduzi masalan ertamanda bersangiz yevoradigan darajada berish kerak. Ko'p berib qo'yish kerak emas. Yevoradigan darajada ozroq, keyin ertamanda berish kerak. Sababi qush ertamanda qonni ochiladi, yaxshilab yeb tozalab yuboradi. Keyin bizda O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston shu O'rta Osiyodagi katta kasallik shu nima? Trihamanoz, koksidioz, salmonoz, mikroplazmoz degan narsalar kasallik kelib chiqadi. Nimaga unaqa bo'ladi desa, mana shu savolni bergan do'stimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kun isi boryapti degan yerga urg'u bersaylik, bizda olmani ham, sabzini ham, tuxumni ham shunday eplab-seplab shu kletkaga yetib borsa bo'ldi. Tuxumni o'rtasidan bo'lib tashab qo'yapti, butun tuxumni. Sabzini ham ba'zi bir odamlar qirmasdan berar ekan. Uni qush yeyolmaydi, u burgutmas, tovuq emas, cho'qib yeyolmaydi uzib. Olma, shu narsalarni juda ehtiyotkorlik bilan berish kerak. Hammasi tez achiydigan narsalar. Tuxum ham, olma ham, sabzi ham. Qush ashindan qonni og'rib kasal bo'ladi. Birinchi kasal koksidioz bo'ladi. Undan o'tib ketsa salmonoz bo'ladi. Ana shunga e'tibor qaratish kerak. Juda yaxshi savol bo'ldi. Shu uchun kun isib boryapti, sezonlar endi kelyapti. Tuxumni to'rkadan qirib, iloji boricha oqini berish kerak. Sarig'i qushni tomog'ida, masalan, bitta odam tuxumni quruq sarig'ini bitta yesa, yutinishi juda qiyin bo'ladi. Qush yeb turib qaytarib qusish kerak. Ham yutish kerak, ham qaytarib qusish kerak. Shu imkoniyatlarni iloji boricha qushga возможность yaratib berish kerak. Qush yeb qaytib qusadigan qilib berish kerak. Keyin iloji bo'lsa, mana hozir karmushkasi tashqarida, don idishi tashqarida prujina bosib qoladi. Shunga somas kerak. Iloji boricha ichkariga ilinadigan qilish kerak. Nimaga deganda, shabadalanib tursa, achishi ham sal uzoqroqda bo'ladi. Endi ko'p bizda juda ko'p sabablar bor. Ko'jalar ochiladi, o'laveradi, ochiladi, o'laveradi. Bir oyligidan o'tib 45 kunligida u savollar endi berilishni boshlaydi. Nimaga o'lib qolyapti? Masalan, enasi achigan ovqat yeb bolasiga beradi, o'laveradi. Achigan ovqat oshqozonda hazm bo'lishi juda qiyin. Qiynaydi. Shu uchun e'tibor qaratish kerak. Tovuq bo'lsa iloji bor. Suvni shprisda, katta shprisda tovuqqa uzun shlangamon quyib turib, oyog'ini osmonga qilib jigirdonni essa, polni ovqatni qaytib qusadi. Bo'lmasa, jigirdonni oldini kesib turib, ichini yuvib yuborsa, endi ko'p narsalar qilganmiz. Kaptar tovuqni saqlab qolsa bo'ladi, kanariyga kichkina. Shunga e'tiborliroq bo'lgan yaxshi. Bizda o'ta issiq. Ertaga уже may, aprel, ajrayib jazirama bo'ladi, kechasi kunduzi. Tuxumga juda e'tiborli bo'linglar. Iloji bo'lsa to'rgadan chiqarib, erikmasdan. Yaxshi natijaga yetish uchun odam erikish kerak emas. Yaxshi natijaga yetmaydi, odam qachon eriksa. Ko'katlardan ehtiyot bo'lish kerak, ko'katlardan. Masalan, karam po'chaq, keyin to'g'ri kelgan ko'katlarni berib yuborish. Masalan, internetda ko'rib, odam ishtiyoqi oshib ketib, bir xil baqish kerak. Qushlarni iloji boricha bir xil. Mana menda qushlarimni yarimi tulab yubordi. Nimaga? Bola baqqanlari, ikki partiya bola baqqanlari tulab yubordi. Tulashini sababi xona issiq, pitaniya kuch, undirilgan narsalar, salatoviy listlar, kabachok, brokoli, keyin svetnoy kapusta, shu narsalarni berdim. Qushning organizmida yangilik bo'ldi. Qushlar semirib turib tulab yubordi. Tuxumlarida plot bo'lmay qoldi. Tuloqga kirib olgan, organizm tuxum qo'yib yubordi. Hozir уже qushlarni 30% tuloqda, 10% tuloqdan chiqyapti.
Bizda havo issiqda 15-sentyabrdan pechga yaqiladi. Pechga yaqiladi. O'sha 15-20 gradus temperatura issiq bo'ladi. Hozir mana to maygacha yaqib turadi bu yerda. 15-may kuni shart o'chiradi. Sovuq bo'lam, issiq bo'lam, qizig'i yo'q. 15-maydan shart o'chiradi. Shu uchun bu yerda nimani ushab qolishim qiyin meni. Klimat ushab turishim juda qiyin. Sababi domda yashaganim hisobiga. Endi Qirg'izistonda, O'zbekiston, O'rta Osiyoda imkoniyat bor. Iloji boricha qushlarni o'rgatish kerak sovuqqa. Imkon bo'lsa, shamol yo'q yerda 2 par, 3 par qushlarni shu olib chiqqan bo'yinglarcha to yanagingga dorib qo'yib qo'yinglar. Suvni almashtirib iloji boricha bir ko'ringlar qushlarni ispitat qilib qishga o'rgatgani. Qisqacha shunaqa menda javob bo'lib qoldi. Qo'ldan kelganicha savol.